Assalomu alaykum, o'z komandadan meni kontaktiga qanaqa saqlanib qilishgan so'raymiz. Go. Kim oldiga kimman? Kurstaga. Kurstaga. Kontaktingizga meni saqlanib qo'ygansiz. Kursta. Kontaktimni ko'rsataymi? Ha, ko'rsating. Jikchan. Ha. Meni kontaktingizga nima deb saqlanib qilgansiz? Ko'rsating. Недоволен. Meni kontaktingizga nima deb saqlanib qilgansiz? Kontakt xos. Beparasa? Kulgili. Xo'sh aka. Meni kontaktingizga nima deb saqlanib qilgansiz? Ko'rsatishim kerak. Ha. Ha. Ikkinchisini ham. Ikkinchisi ikkita ilon. Вот это поворот! О, какой поворот! Yo'qali, Rahmatjon. Kameram basharamdan oling. Mashinik. Qachon? Qachon? Ikkinchi nomeringiz menda-yu. Samandar, nima deb saqlanib qilgansiz meni? Zarnigor 05. Ey xudo! Kursaga. Endi bunisi kelyapti. Samandar uzun. Uzun. Uzun va Rahmatjon. 05 ga javob. Mikrofonni siz bemalol anaqalardan aylantirib yuravering. Yo'q. Nima deb yozibsiz? Saqlanib qilmaganmanmi? Qilgansiz. Yo'q, qilganman. Qani? Nomeringizni necha deb aytavering? 99. Kechiring. Mana oqibat. Telegramga kirib, Samandarga telefon qilish kerak edi, o'sha yerdan telefon qiladi-da senga. Zarnigor. Nima deb saqlanib qilyapsiz? Zo'r bo'ldi. Zarni ko'rsa. Yo'q. Mana. Nima bu endi? Maqov. Maqovsiz-ku, mama qo'shilmaysiz hech kim. Maqov deyiladi. Maqov. Maqov emas, maqov. To'g'ri tushunasizlar, 05 larning o'zini tili borda, o'zini alfabeti, o'zini lug'ati bo'ladi. Qani Rahmatjon? Nima deb saqlanib qilgansan men? Saqlanib qoling. Hozir ko'rsin. Nima? Sehrgar? Sehrgar. Nima aloqam bor? Magic ishlaysiz o'shanga. Nima? Magic ishlaysiz o'shanga. Sehrgar. Magicga ishlayman o'shanga. Endi Zarnigor deyali. Nima ekan? Xurshid aka Magicski. Qanaqa? Mana. Samandarga kel endi, Samandar, ha? Xo'p. Zato men 05 emasman. Zato men soat 9 da syomka deb o'zim 3 da uyg'onmayman. Meni aytyapti! Get the fuck out of here. Zato men gapiraman-da. Polni hamma joyda sukut saqlab yurmayman. Yozgan shu so'zlarni yozib barmoqlaysiz, ozgina bo'lsa ham uyalmadim aka. Zato men Nimaga unaqa qilyapsiz? O'lib ketamiz. Aytaver, qo'rqma. Zato men soat 8 da turaman ertalab. Zato men